Flemaster kanaliga kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan men Fish Forces guruhini ulab o'ynayotganda qochishi, o'shani oldini olishni o'rgataman. Birinchi bo'lib nastroyka bo'limiga o'tib, Smart Managerga kiramiz. Bu yerda xotira bo'limiga o'tib, bu yerdan hozir tozalanishga bosamiz. Operativ xotiraga kiramiz. Bu yerda hozir tozalanishga bosamiz. Tozalanyapti. Tozalangandan keyin ko'pchilik kontoni o'shani telefondan qotar deb o'ylabdi. Lekin asli u kontor nastroykasidan ham to'g'rilasa bo'ladi. Men hozir o'rgataman va 1 minut pauza qilib turaman. Aslida biz qaytdik o'sha pauzadan keyin. Endi kontrda o'rgataman. Kontrga kiramiz. Endi hozir ochdim kontrni va sizlarga o'rgataman endi. Shu kontrga endi kiryapti. Biz va kirdi, ikkisini bosamiz. Shu qochishni boshladi telefonimda. Mana endi boshladi. Settingizga kiramiz. Bu yerdan 0 portlarni 0 qilib turamiz. 2 minutga. Tushuntirib olaman sizlarga. Kiramiz, xohlagan bitta zonaga kiramiz. Bosamiz. Hozir ko'pchilik anunda chiqarlar. Men bitta narsani ko'rdim videolarda. Nastroyka bo'limidan settingizga kiramiz. Mana bu yerda movlarni to'g'rigacha qo'yibdi. Mana hozir ko'rsataman qani bu yoqqa. Mana shuni mashinlarni mashetga yoki orqacha qo'yibdi. Bu kuchsiz telefonlar uchun juda ham noqulay chiqarlar. Bu kuchli telefonlar uchun bo'ladi. Kuchsiz telefonlarda bu oddiy o'ynayotganingizda sal qotadi, lekin ulab o'ynash juda ham qotadi. Joystick o'zi yurib ketadi. Shu holatlarda bularni hammasini orqaga qilib qo'yasiz. Mana hozir hammasini orqaga qo'ydim. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana ko'rdinglar, hammasini orqaga qo'ydim. Endi pastga tushamiz va bu yerdan skinni yo'q qo'yamiz. Buni sal maydaroq qilib, buni sal orqaroq qilamiz. Bu chatni shu pastroq olamiz. Shu skinnizni kesi bor-ku, o'shani tegiga olamiz. Mana shu skinnizni tegiga olamiz. Kesini tegiga. Buni mana shu qironi to'g'risiga olamiz. Keyin pastda. Ko'pchilik mana ularga qo'yib o'ynaydi. Mana shulardan har xillariga to'g'rimi? Ko'pchilik mana shularni har xil o'ynab o'ynaydi. Men sizlarga maslahat beraman. Yo buni qo'yib o'ynanglar, yo mana nuqtani, yo mana buni qo'yib o'ynanglar. Bularga qo'ysalar, bular kattayadi va o'qingiz har joyga uchadi va yaxshi bormaydi, sezmaydi. Shuning uchun bu nuqtaga qo'yib yoki mana bunga qo'yinglar. Yoki mana bunga. Menga bu yoqadi, shuning uchun bunga qo'yamiz. VPSni bo'lsak sal orqaroq olib bir 80 ga qo'yib qo'yinglar. 75 bo'ldi. 80 bo'lgan, 80%. Graphics nastroykamiz bo'ldi. Endi kontroldan motion sensitivity mana uni sizlarga nima qilishni o'rgataman. Buni 2 qilasiz. 2 normal bo'ladi. Joystickda 1.5mi? 1.5 qilamiz. Keyin yo'q, 1.3 edi. 1.3 qilamiz. Gameplaydan qiladigan ishimiz round time
oxirigacha pulni xohlaganingizgacha avtofilni o'chiramiz. Uning uchun ikkalasini o'chirib, uni yoqamiz. Avimni o'chiraman men. Baxt qilamiz va kiramiz o'yinga. Endi qochishlar bo'lmaydi. O'z telefonim qochayotgandi sal ko'riyo mana o'sha. Endi qotmaydigan bo'ldi. Agar siz qolsa, agar videoda qilganingizdan keyin qotmasa, iltimos obuna bo'lib qo'ying. Hali yana videolar chiqaramiz. Video yoqqan bo'lsa, like, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Video yoqsa, like bilan yana obunani bosib qo'ying. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentga yozib keting. Xayr.